Armiylar nima uchun g'azabda? Amerika shousida BTS guruhi bilan bog'liq qanday dilxiraliklar bo'ldi? Hozir hammasini bilib olasiz. Xabaringiz bor, BTS The Tonight Show starring Jimmy Fallon shousida chiqish qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, suratga olishdan oldin tomoshabinlarni qizdiradigan komik BTS guruhi a'zolariga nojo'ya savol bergan. Ya'ni a'zolardan kim Shimoliy Koreyadan ekanligini so'ragan. Bu hazil efirga chiqmagan, lekin zalda bo'lgan muxlislar buni haqorat va stereotip sifatida qabul qilgan. Chunki BTS allaqachon bunday savollardan charchaganini oldindan aytib kelgan. Albatta, bu holatda boshlovchi tomonidan emas, balki aynan shou xodimlari sabab muammo yuzaga kelgan. Lekin bu hali hammasi emas. Tadbirga kelgan ARMY muxlislar ham norozilik bildirdi. Ularning aytishicha, ularni guruhlarga ajratib, ayrimlariga sahna oldidan joy bergan, boshqalar esa alohida xonalarda ekran orqali ko'rishga majbur bo'lgan. Aynan qaysi mezon asosida tanlangani esa tushuntirilmagan. Hatto ba'zi muxlislar ularga nisbatan qo'pol va mensimaydigan munosabat bo'lganini ham aytishmoqda. Natijada ushbu voqeaga doir holatlar ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo'lmoqda.